Assalomu alaykum birodarlar. Hozir men sizlarga elektr energiyasini hisoblagichni ilova orqali tekshirishni ko'rsatib beraman. Xo'p, unda boshladik. Birinchi navbatda telefonimizda ilova omboriga kiramiz va u yerdan head deb izlaymiz. Mana birinchidan chiqib keldi, head building mobile. Shuni yuklaymiz. Ochamiz. Bu yerdan elektr energiyamiz telefon raqamimizga SMS xabarnomasi ulangan bo'lishi kerak va login va parolni bilish uchun ro'yxatdan o'tishni bosib, u yerdan o'zimizning manzilimizni kiritamiz va elektr hisoblagichning raqamini kiritamiz. Tasdiqlash. Mana SMS xabarnoma ulangan nomerimizga keladi. Loginini olamiz va mana bu joyga kiritamiz. Bu yerdan parolni ham olamiz. Kabinetga kirish. Va mana asosiy oynada hisobimizdagi mablag'ni ko'rsatadi. Bu yerda mana tarixda bossak chekkadagini to'lovlar tarixini ko'rsatadi. Mana qancha tashlaganimiz, ko'rsatkichlar tarixini bu yerda ko'rsatadi. Bu yerda mana hisoblagichimiz aktiv holatdagini ham ko'rsatadi. Mabodo qarzga kirib qolib, elektr energiya uzib qo'ygan bo'lsa, aktiv bo'lmay qoladi. Statistikaga o'tsak, mana statistikada qaysi oy qancha ishlatganimiz, har bittasi ma'lumotda turadi. Tepadagi oy ko'rinishida kuniga o'tsak, shu oydagi qaysi kuni qancha ishlatganimiz, shular ko'rinib turadi. Bu yerda mana mablag'dan olsak, mablag' ko'rinishida ko'rsatadi. Har bitta oyda ustiga bossak, o'sha oyda qancha sarf xarajat qilganimiz ko'rsatadi. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Yoqtirmani bosishlikni hamda kanalga obuna bo'lishlikni unutmanglar.